Hayotingni o'zgartirishni xohlaysan, orzu qilasan. Keyin maqsadlar qo'ymoqchi bo'lasan, yo'q, maqsadlar kutsin. Qo'limdan hech narsa kelmaydi deb qo'rqasan. Keyin boshqalarga quloq solasan. Nima kerak o'zi? Qanday yashayotganing shunday yashayver. Bundan yaxshi bo'lmaydi, sabr qilib yashayver. Keyin hammasini avvalgidek qoldirasan. Keyin esa выгорание, apatiya, stress, depressiya. Qarabsanki, tushunasan. Nimanidir o'zgartirish kerak. Va shundan keyingina tushunasan, maqsadlarni qo'yishni boshlaysan. Birinchi qadamni qo'yasan, ikkinchi qadamni qo'yasan, uchinchi qadamni qo'yasan. Yana avvalgidek yashaging keladi. Lekin yo'q, oxirigacha boraman deysan. Va qarabsanki, orzuyingdagi hayotda yashashni boshlaysan.